Assalomu alaykum hurmatli Namangan Taxta bozor kanali a'zolari. Klientimiz YouTubedan ko'rib, o'tgan yil ham taxt olgandilar uylarga. Endi xudo xolisa pollikka navbat kelgan ekan. 192 dona 208 lik pollik, 40 dona lagalik, 14 ga to'g'ri listrinisi и 100 dona noshka qilib berdim. Xudo xolisa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon raqamim 90 222 44 77. Bemalol zakaz qilsangiz, xudo xolasa 15 ga 5 lagaliga ham tushgan. Xudo xolasa yana boshqa taxtalar ham bor. Bemalol zakaz qilsangiz inshaalloh sho'rlab ishni ham yetkazib beraman. 573 574-joy. Telefon raqam 90 222 44 77. Ismim Abdulbosit. WhatsApp, Telegram shu nomerimda. Bemalol zakaz qilaverasizlar, inshaalloh sho'rlab ishni ham yetkazib beraman. Yengillik qilib nima qildi yo'llar. Mashinaga xudo xolasa 200 ming so'm berdilar, qolganini men qo'shib beradigan bo'ldim. Manzil Baliqchi Sherali Chek degan joyga ekan. Xudo xolasa Andijon tumani. Andijon viloyati Baliqchi tumani Sherali Chek degan joyga. Mashina xudo xolasa klientimiz 200 ming so'm berdilar. Qolganini men qo'shib beradigan bo'ldim. Kimga shunaqa taxta ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilib taxt olishinglar mumkin. Chiroyli ishni yetkazib beraman. Sog' bo'linglar.